Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan biznesda balans hisoboti nima va uni yuritmaslik qanday oqibatlarga olib keladi, yuritishning foydalari hamda balans hisobotini qanday aniq tiniq chiqarishni o'rganamiz. Xo'p, bu yerda balans hisoboti nima uchun muhim deyilibdi? Balans bu korxonaning ma'lum bir sanadagi moliyaviy holatini aks ettiruvchi asosiy moliyaviy hisobot hisoblanadi. Jaydari qilib aytganda balans bu biznesingizda o'zi nimalaringiz bor, qo'lingizda qancha qiymat bor. Masalan, stanoklaringiz, yeringiz bor, bino inshootlari bor u yerda va boshqa shunday asosiy vositalaringiz bor. Hamda tayyor mahsulotlar, xom ashyolar, naqd pullar bor. Hammasini hisoblaganda pulda qaysidir pul birligida qancha bo'ladi va o'sha qiymatni passivlar sizga qanchasi o'zingizniki-yu, qanchasi ko'chadan qarz ekanligingizga ajratib beradigan hisobot hisoblanadi. Undan keyin u 3 asosiy qismdan iborat deyilibdi: aktivlar, passivlar va o'z mablag'lari. Xuddi boya aytganimizdek, aktivlar bu qo'lingizda nima borligi, passivlar esa o'shani kimlardan qancha qarzdor ekanligingiz, o'z mablag'lari ya'ni kapital bu hamma aktivlaringizni pulga aylantirib, passivlar qarzlarni hammasini qaytarganda qancha toza qo'lingizga ushlab qoladigan qismingiz bu o'z kapitalingiz, ya'ni o'z mablag'laringiz hisoblanadi. Balans hisobotining muhimligi quyidagilarda namoyon bo'ladi. Endi biz balans hisoboti nima uchun kerak, nima uchun muhimligini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, moliyaviy holatni ko'rsatish, ya'ni balans korxonaning qarzlari va aktivlarini aniq ko'rsatib beradi. Bu esa moliyaviy barqarorlik va likvidlikni baholash imkonini beradi. Ya'ni balans grup aytganda sizni qanday moliyaviy holatda ekanligingizni aniq tiniq ko'rsatib beradi. Qo'lingizda qancha narsa bor, qancha qarzingiz bor, qancha pul qoladi o'zingizda. Xuddi o'sha narsani sizga bitta jadvalda, bitta ekranda siz balans hisobotida biznesingizda nimangiz bor va ko'chadan qancha qarzingiz bor. Qarzlar deganda masalan oyliklar, kreditlar, uzoq muddatli siz mijozdan buyurtmalarni olgansiz, hali yetkazib bermagan qismlaringiz bor. O'shalar ham hammasi sizni passivlaringizga kirib ketadi. Undan keyin qaror qabul qilishda yordam beradi balans, ya'ni investorlar, kreditorlar va boshqaruv uchun korxonaning moliyaviy holati haqida ma'lumot beradi. Bu esa moliyaviy resurslarni boshqarishda asosli qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Ya'ni siz qandaydir investor jalb qilmoqchi bo'lsangiz yoki kredit olmoqchi bo'lsangiz, har qanday aqlli investor yoki bank sizga kredit yoki investitsiya kiritishdan oldin sizni balansingizni ko'rib chiqadi. Ya'ni o'zi buni nimasi bor? Ko'chadan qarzi ko'pmi? Yoki qo'lida hech narsasi bo'lmagan odamga hech qanday investor ham yoki bank ham kredit bermaydi. Shuning uchun sizga balans hisoboti kerak bo'ladi. Ya'niki investor va banklarga kredit yoki investitsiya olishingiz uchun qo'lingizda nima bor, ko'chadan qancha qarzingiz bor, qancha naqd pulingiz, qancha sizda asosiy vositalaringiz bor, shularni ko'rsatib turib, ishonch hosil qilib, kredit yoki investitsiya jalb qilishingiz mumkin. Undan keyin soliq va audit jarayonlari. Balans hisoboti soliq hisoboti va tashqi auditlar uchun zarur bo'lgan asosiy hujjatlardan biridir. Ya'ni biznesingizni audit qildirmoqchi bo'lsangiz, auditni asosiy instrumentlaridan biri balans holatini ko'rib chiqadi. Ya'ni sizda nimalar bor va ko'chadan qancha qarz olsa, biznesingiz kasal yoki sog'lomligini ham shu yerdan, masalan, balans hisobotidan ko'rib olish mumkin. Undan keyingisi balans hisobotini yuritmaslik qanday oqibatlarga olib keladi? Quyidagi salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ya'ni moliyaviy notransparentlik. Bu korxonaning moliyaviy holati haqida aniq ma'lumotlarning yo'qligi. Bu esa menejment va manfaatdor tomonlar uchun qaror qabul qilishni qiyinlashtiradi. Ya'ni sizda biznesingiz haqida, moliyaviy holati haqida to'liq ma'lumot yo'q. O'zi qo'lingizda qancha narsa bor va ular hozirgi sotuv qiymati qancha, necha pul, ya'ni o'shancha qiymatingiz bor, yana ko'chadan qancha qarzingiz bor, qancha kreditlaringiz bor, qancha xodimlarga oylik berish kerak, buyurtmachilar oldida majburiyatlaringiz bor. Hammasini mana shu balans hisoboti ko'rsatib beradi. Agar siz bu hisobotni yuritmasangiz, xuddi shu otчетlarni ko'rmasdan qarorlar qabul qilishda juda ham qiynalishingiz mumkin. Undan keyin soliq va huquqiy muammolar. Balans hisobotining yo'qligi soliq deklaratsiyalari va auditlar jarayonida muammolarga sabab bo'ladi. Bu esa jarimalar va huquqiy javobgarliklarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Undan keyingisi kredit va investitsiya imkoniyatlarining cheklanishi. Moliyaviy hisobotlar bo'lmaganda korxona kreditlar va investitsiyalar olish uchun imkoniyatini yo'qotadi. Chunki moliyaviy institutlar va investorlar korxonaning moliyaviy holatini baholay olmaydi. Xuddi boya aytganimizdek, balans hisoboti bo'lmasa, sizning holatingizni kreditorlar yoki investorlar to'liq bilib turmasa, sizning moliyaviy holatingizni to'g'ri baholay olishmaydi va sizga pul berish ishonchsiz deb biladi va sizga investitsiya yoki kredit bermasligi mumkin. Undan keyingisi ishonchsizlik yaratish. Moliyaviy hisobotlarning yo'qligi korxonaning bozordagi obro'siga salbiy ta'sir qiladi. Bu esa hamkorlar va mijozlar ishonchini yo'qotishi mumkin.
Ya'ni masalan, moliyaviy hisobotingizni yo'qligi sizni obro'yingizga ham ta'sir qilishi mumkin. Haqiqatda siz hisobotingiz yo'q, biznesda qanday qaror qabul qilishni bilmaysiz, investitsiya va kredit jalb qila olmaysiz. To'g'ridan-to'g'ri sizga o'sha moliyaviy muammolar kelib chiqaveradi. Moliyaviy muammolarning ko'p bo'lishi siz biznesingizda obro'siga bevosita ta'sir qiladi. Xo'p, bizlar hozir balans hisobotini yuritmasak qanday oqibatlarga olib keladi, uni yuritish foydalari haqida gaplashdik. Endi balans hisoboti qanday chiqariladi, shuni to'liq ko'rib chiqamiz. Birinchisi, aktivlarni aniqlash, ya'ni korxonaning barcha aylanma va doimiy aktivlarini ro'yxatga olish. Ya'ni birinchi o'rinda siz har bitta aktivlaringizni ro'yxatini tuzib chiqasiz. Ya'ni sizda nima bor? Har bitta stanoklaringizda alohida, yeringizni alohida va avtomobillar qanday aktivlaringiz bo'lsa, asosiy vositalaringiz bo'lsa, hammasini ro'yxatini tuzib chiqasiz. Bundan tashqari, sizda qancha naqd pul bor, qancha ko'chada haqqingiz bor, ya'ni qancha yana xom ashyolaringiz bor va qancha tayyor mahsulotlaringiz bor. Masalan, tayyor mahsulotlar va xom ashyolarni sotuv narxida, ya'ni hozir bozorga olib chiqib sotsangiz qancha bo'ladi? O'shanaqa sotuv narxida kiritib chiqasiz. Bu aktivlarni aniqlash qismi. Undan keyingisi passivlarni aniqlash, ya'ni qisqa muddatli joriy va uzoq muddatli qarzdorliklar hamda boshqa majburiyatlarni hisoblash. Ya'ni passivlarni aniqlash degani, jadal qilib aytganda, ko'chadan qarzlaringizni kimlarga siz qarzdorsiz, pul berishingiz kerak, o'shalarni aniqlab chiqasiz. Kreditlaringiz bor, masalan, shuncha. Undan keyin ko'chadan qarzlaringiz bor, ishchilarga oyliklar berishingiz kerak. Xuddi shunday ko'chadan qarzlarni aniqlab, qiymatini yozib chiqasiz. Undan keyin o'z mablag'lari, ya'ni aksiyadorlar kapitali, qayta baholangan kapital va yig'ilgan foyda yoki zarar kabi o'z mablag'larini hisoblash. Bunda o'z mablag'laringizni hisoblaysiz, aktivlaringizni hisoblab chiqdingiz, qanchadir qiymatga ega bo'ldi. Undan keyin passivlaringizni aniqladingiz. Endi shularning raznisasi, masalan, aktivlaringizdan passivlaringizni ayirib tashlaganda sizning biznesingizda kapital kelib chiqadi, ya'ni o'z mablag'laringiz kelib chiqadi. Oxirida mana balans tenglamasi aktivlar barobar passivlar qo'shilgan o'z mablag'lari tenglamasiga rioya qilish orqali hisobotni tuzish. Ya'ni sizning aktivlaringiz ko'chadagi qarzlaringiz va o'zingizni shaxsiy bo'lgan mablag'ingizni yig'indisiga teng. Undan keyin balans hisoboti korxonaning moliyaviy holatini aniq va ishonchli tarzda aks ettirish uchun barcha ma'lumotlar aniq va to'g'ri bo'lishi kerak. Ya'ni balans hisoboti korxonani moliyaviy holatini to'g'ri chiqarish uchun hamma ma'lumotlar aniq bo'lishi kerak. Masalan, sizda yeringiz bor, uni narxini o'zingiz emas, ko'chada haqiqatda o'sha yerda narxi qancha qiymatga ega, o'sha qiymatni kiritishingiz kerak. Tovarlaringiz bor, stanoklaringiz bor, mashinalaringiz bor, hammasini aniq narxini kiritasiz. Siz o'zingiz havodan olib qo'ygan, belgilab qo'ygan narx emas, aniq o'sha narsa ko'chaga olib chiqib sotilsa, hozirgi paytda necha pul bo'ladi? O'sha narsalar kiritiladi. Bu jarayon shuningdek buxgalteriya standartlari va amaliyotlariga muvofiq bajarilishi lozim. Balansda o'zining formulasi bor, hozir tushuntirdik. O'sha formula asosida balans hisobotini tuzish kerak. Undan keyin balans hisobotini qisqacha namuna jadvali bor, sodda ko'rinishdagi, hammaga tushunarli bo'lishi uchun sal soddaroq ko'rinishda tuzganmiz. O'sha jadval misolida hozir balansni qisqacha tushuntirib o'tamiz. Xo'p, mana balans hisoboti jadvalimiz ikki qismga bo'lingan: aktivlar va passivlar. Bu yerda mana ko'rib turibmiz, aktivlar deganda itok masalan 5.118.900 dollar. Passivlari ham xuddi shunday. Balansning asosiy qoidasi aktivlar va passivlarning qiymati bir xil teng bo'ladi. Undan keyin mana aktivlar ro'yxatimizda tushsak, uzoq muddatli aktivlarning itog'ini chiqarilgan bu yerda 3.10.000 dollar. Bu yerda yer va binolar, masalan 1.5 million dollarlik yer va binolar bor ekan, masalan shu biznesning balansida. Undan keyin transportlar 500.000 dollarlik aktivida transportlari bor ekan, stanoklar 967.000 dollarlik stanoklari bor ekan va boshqa masalan bitovoy texnika, kompyuter, shunga o'xshagan narsalar 43.000 dollarlik bor ekan. Endi bu uzoq muddatli aktivlar edi. Endi joriy aktivlar. Joriy aktivlarga nimalar kiradi? Joriy aktivlarga naqd pulingiz va hisob raqamdagi bankdagi pullaringiz, keyin ko'chadagi haqlaringiz, keyin esa xom ashyo va tayyor mahsulotlaringiz kiradi. Masalan, bu yerdagi biznesda balansida naqd puli 324.500 dollar ekan, ko'chadagi haqlari 905.000 dollar ekan, xom ashyo va tayyor mahsulotlarining qiymati 879.400 dollar ekan. Xullas, itokda aktivi 5.118.900 dollar bor ekan. Endi passivlarga o'tadigan bo'lsak, passivlar ham itogi 5.118.900 dollar. Bu yerda uzoq muddatli majburiyatlari 1.210.000 dollar ekan, ya'ni uzoq muddatli kreditlar bunicha kirib ketgan. Masalan, bankdan kredit olingan, masalan 1.210.000 dollarlik bu uzoq muddatli majburiyatga kiradi. Ya'ni masalan 5 yil, 10 yilga masalan kreditni to'lab berish sharti bilan olingan. Itogi 541.600 dollar. Masalan, bularga nimalar kiradi? Ko'chadan qarzlaringiz, to'lanadigan oyliklar, to'lanadigan soliqlar, to'lanadigan arenda va xuddi shunga o'xshagan xarajatlar kiradi. Bu yerda majburiyatlarda ko'chadan qarzi bu biznesni 433.200 dollar ekan.
To'lanadigan oyliklari 67 ming dollar ekan. To'lanadigan soliqlari 21.300 dollar va to'lanadigan arendasi 20.100 dollar ekan. Xuddi shu yerda o'zini-o'zi kelib chiqadi. Masalan, 5.118.900 dollar aktivi bor, lekin mana uzoq muddatli majburiyati 1.210.000 dollar va joriy majburiyatlari, qisqa muddatli majburiyatlari 541.600 dollar. Endi mana shu umumiy aktivdan uzoq muddatli va joriy majburiyatlarni ayirib tashlasak, biznesning shaxsiy kapitali kelib chiqadi. Ya'ni 3.367.300 dollar bu biznesda toza hamma balansidagi aktivlarni sotib, ko'chadagi qarzlarini uzganda biznesida u kishiga qoladigan summa masalan 3.367.300 dollar ekan. Xuddi shu yerda bitta biznesda balans hisobotini ko'rsatib berdik mana shu jadvalda. Bu juda ham sodda, hammaga tushunish oson bo'lishi uchun sodda va qisqa ko'rinishga keltirdik. Balans hisobotini bundan ham soddasi va bundan murakkablari ham bor. Bizlar bir sodda shablonda tushuntirdik. Mana bugungi videomizda balans hisoboti o'zi nima va uni yuritmaslik qanday oqibatlarga olib keladi, uni yuritishning foydalari va qanday qilib yuritish kerakligini mana bitta balans hisobotini shablonigacha ko'rsatib, to'liq o'rganib chiqdik. Endi bu videodan foydalanib, bu o'rgangan bilimlaringizdan foydalanib, o'zingiz biznesingizda balans hisobotini chiqarib, kerakli qarorlarni qabul qilsangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.